Kambag'allar bilan hech qachon do'stlashmang. Bitta dasturxonda o'tirmang. Iloji boricha ular bilan muloqotga kirmang. Kambag'alchilik xuddi virusga o'xshaydi. Agar yuqsa, umringizni oxirigacha siz bu virusdan qutulmasligingiz mumkin. Bu siz Besarchaga Xudoyim parasatni beribdi, aqlni bermabdi-da, mana ro'molchani o'rab poqqa to'ygan makiyanchada mana qacha qilibsiz motivator 2048 bo'lib turib. Nima kambag'al odam emasmi? Mana men kambag'alni bolasi, ota bobom Velsatayda o'tgan. Men bilan o'ylovuy shart, urug'aymog'ing bilan shartnoma qilaman. 1 yillik oyligingni oldindan to'layman, menda ishlaysan. Mana men kambag'alni bolasi. Qani qizzag'ardi, bunaqa chiq, mana kommentga yozqani, direktga yozqani, nomeringni yozqani. 1 yillik oyligingni oldindan to'layman, menda ishlaysan. Sen tuvaltimda yuvasan, urug'aymog'ing tuvaltga meni ko'tarib borib olib keladi. Mana men kambag'alni ota bobom Velsatayda o'tgan kambag'alni bolasiman. Kambag'al odam emasmi senlarga? O'zingcha manaqa ro'molni o'raysandagan, o'zingcha motivator yasab chiqasan. Kambag'al bilan muloqot qilish kerakmi? Kambag'al og'zingga qo'varadi, ko'tingdan parchib ketadi. To'ylar muborak. Bu gaping ne tulka bizga, biz musulmon xalqiga tegib ketadi-da. Ey, bilayoq odam bo'lmay, bisar.